Assalomu alaykum musofirda yurgan yurtdoshlar. Mana navbatdagi passajirlarimiz olib ketyapti. Xudo xolasa, ha aka. Ha, nasib bo'lsa mana Esonomongana ketyapti. Xudo taqdir qilsa mana Shog'vozdek olib ketyapti. Esonga o'tkazib qo'ysa, Xudo taqdir qilsa. Hamma musofir yigitlar Esonomong yurtiga qolchaqasi oldida kirib borsin. Aka, mana shunchadan beri passajirlarni kuzatyapman. Qalay yetib olishyapti ekan, aka? Bizlarda mana shu yerda bir naq 50 ta bola bidakni ishladi 1 yil. Yaxshi, hamma mana shu yigit o'tkazib qo'yyapti. Hech muammo yo'q. Hamma zo'r o'lyapti. Yaxshi, zo'r. Ha, bu reklama boshqa emas. Men shaxsan o'zim ham 1 yildan beri bidakni yuribman. Shu o'zimiz sheriklar o'tkazib qo'ydi. Mana nasib bo'lsa bizlar ham ketyapmiz. Muammo yo'q. Mollarim davolan. Sana aka. E'tiborda. Ota-onasini oldiga chiroyli yetib boryapti. Sog' salomat bordi. Gap yo'q akalar. Xudo xolasa aeroportda mana aeroport ketyapmiz. Hozir aeroportdan ham video qilamiz.